erkaklar uzr so'ramaydi desam, juda ham ko'p e'tiroz bo'ldi va ba'zi erkaklarni dardini eshitdim. Nahotki ayollarni eriga shunchalik gap qaytaradigan toifasi ko'paydi hozir. Bizni otalarimiz, onalarimizdan gap eshitganmidi? Bizni onalarimiz otalarimizga sapchiganmidi? Qayerdan keldi bu madaniyat? Yoki sizni keliningiz o'g'lingizga shunaqa munosabatda bo'lishini xohlarmidingiz? O'g'lingiz ayoliga o'ylab gapirib, uzr so'rab, ayoliga yalinishini xohlarmidingiz? Ey erining roziligini topishni o'ylamagan ayol, sizga o'xshagan kelin keladi sizga. Jabrini esa faqat siz emas, o'g'lingiz ham ko'radi. O'zingizni isloh qiling. Boring, so'rang ustozlardan. Ammo ba'zi bir chala psixologlarga murojaat qilmang. Agarda sizga gapim ta'sir qilsa, menga yetadi. Rahmatni hojati yo'q.